Demak, bilib oldik. HR chiziq chizadi, BR joy tashlaydi. BR qancha ko'p yozsangiz, brauzerda shuncha ko'p araliq joy tashlanadi. Lekin yana bir eslatma, bu tashlangan joy orasiga bu yerga boshqa tag yozib bo'lmaydi. Chunki BR bu yerda egallab bo'ldi. Siz BR yozyapsiz, mana shu joyni egallayapti. Bugungi darsimiz mana shular edi. Demak, bilib oldik. H1 H1dan H6 gacha sarlavha taglari, P tagi paragraf tagi, HR chiziq chizishdagi, BR esa joy tashlash tagi hisoblanadi. Ya'ni biz tilda insert. Demak, bugungi amaliy topshiriq. Yuqoridagi kodni yozing va brauzerda oching. O'z ismingiz va ma'lumotlaringizni kiriting. Kamida 3 ta H2 va 2 ta H3 qo'shing. HR bilan bu yerda joy tashlanadi. HR bilan bo'limlarni ajrating. Screenshot oling va guruhga yuboring. Demak, foydali havolalar videoni to'xtatib screenshot qilib olishingiz mumkin. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Demak, sahifamga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bundan ham qiziqroq darslar hali oldinda. Biz endi boshladik. Xayr, salomat bo'ling.